endi 15-misol Elshot aytgandek davriy kasr. Xo'p, mana Elshot davriy kasrga ham keldik. Davr aytdim-ku, mahrajda 9 bo'ladi deb. 0.1 davrda 6, qavsdan tashqarida 3x minus 5 teng 1296. Ana endi qaranglar-da. Tak. Misoli ishlashdan oldin avval shartni yaxshilab ko'z bilan nima qilish kerak? Tekshirish kerak. Mana bu yerda ikkita qavs bor ekan, unaqa emas. Yo'q, bu yerda bitta qavs bor. Bittasi boshqa narsani anglatadi. Ahamiyat bersangiz, o'sha narsani nima qilasizlar? Ko'rasizlar. Ya'ni 0.1 davrda 6 ni alohida. Bu davriy kasr ekanmi? Buni qanday qilib ishlaymiz? Birinchi har doimgidek yana tepadagi 16 ni o'zini yozaman. Va virgul va qavs, mana virgul va qavs orasida son nechi bor? 1 mi? O'sha sonni nima qilamiz? Ayiramiz. Mahraji nima bo'ladi? Davriy kasrda. Qavs ichida nechta son bo'lsa, shuncha 9. Hozir bitta son bormi? Bitta 9 yozaman. Qavs ichida 10 ta son bo'lsa, nechta 9 yozaman? 10 ta. Virgul va qavs orasida nechta son bo'lsa, shuncha 0 yozaman. Tushunarlimi? Hozir nechta son bor? Bittami? Bitta 0 yozaman. Agar 10 ta son bo'lsa, nechta 0 yozardim? 10 ta 0. Tepaga nima yozilgan? Tepaga har doim o'sha sonni o'zi yoziladi va virgul va qavs orasidagi son nima qilinadi? Ayriladi. Ya'ni 15 taqsim nechi bo'ladi? 90. 15 bilan 90 qisqarib 1 taqsim nechi bo'lar ekan? 6. Demak, mana buni olib tashlayman. O'rniga nimani qo'yaman? Tushunarli bo'ldi-ya? Demak, 1 taqsim 6 darajasida 3x minus 5 barobar ekan 1296 bu 6 ning nechinchi darajasi? 4-inchisi emasmi? 6 ning kvadrati 36. 6 ning kubi 216. 216 ni yana bitta 6 ga ko'paysam o'sha 1296 bo'ladimi? 6 ning nechinchi darajasi ekan? Agar topa olmay qolsangiz, uni sirasi tub ko'paytirishlarni nima qilib tashlaylar? Yoki mana bu yerda 6 mi 6 ga bo'lishdan boshlab yuboring. Qaranglar. Lekin bu ikkalasi bir xilmi? Qaranglar qani? Bu 1 taqsim 6, bu 6 bir xilmi? Yo'q. Bir xil bo'lishi mana buni joyini o'zgartirishim kerakmi? Ha, yaxshi. Joyini o'zgartirsam 6 bo'ladi. Darajaga nima chiqadi? Minus 3x. Minus chiqqani uchun minus o'zidan keyingi ishora nima qiladi? Ha, o'zgartiradi. Plus 5. Teng 6 ning nechinchisi? 4-inchisi. 6 lar nima qiladi? Minus 3x plus 5 barobar 4. Minus 3x barobar 5 bu yoqqa o'tsa. Minus 1. 3x barobar minusda qisqarib ketib 1 beradimi? X barobar 1 taqsim nechi chiqar ekan? 3. Mana x nima qildik? Topdik. Endi qaysi misolda navbat? 20-chiga. 20-misolda aytibdi. 2 darajasi va moduli kelibdi ana endi. Moduli ham ko'rib ketayotganik. 2 darajasida moduli x minus 5 plus 2x barobar 64. Modul ahamiyat beringlar. Avval men tepaga o'tishimdan avval pastlarini nima qilishim kerak? Bir xil. Qaranglar, tepaga o'tishdan oldin pastlarini bir xil qilib oldim, asoslarini. Bu yerda ham demak birinchi asosni nima qilish kerak? Bir xil qilish kerak. 64 2 ning nechinchi darajasi? 6-inchisi. Ha, 6-inchisi. Teng 2 ning 6-inchisimi? Pastlar bir xil bo'ldi, qisqartirsam bo'ladi, ha? Modulda x minus 5 plus 2x barobar necha ekan? 6. Ana endi qaranglar, 2x bu yoqqa o'tkazsam. Ha, 6 minus 2x. Sizlar modullar o'rgatganlar, bitta musbat, bitta manfiy ochasan deb. Lekin men undan oldin qaranglar-da. Mana har doim qanaqa son? Musbat son. Mana bu ham demak unga teng bo'lishi har doim qanaqa son bo'lishi kerak? Ya'ni 6 minus 2x im katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Ya'ni 0 yoki musbat. Bu ham 0 yoki nima bo'lishi kerak? Demak, 2x kichik yoki teng 6, x kichik yoki teng necha bo'ladi? 3. Mana bu aniqlanish soha deyiladi. Buni tenglamalarda aniqlanish sohani birinchi olsangiz ham bo'ladi. Agar lekin shu aniqlanish sohani olmasak nima qilamiz? Savol. Olmasak nima qilamiz? Aniqlanish sohani olmagan taqdirimizda chiqqan javobi o'rniga qo'yib nima qilib ko'rishimiz kerak? Tekshirib ko'rishimiz kerak. Lekin men nima uchun aniqlanish sohani ol deb aytaman? Savol. Nima uchun? Chunki tenglamada ham, tengsizlikda ham aniqlanish soha kerak bo'ladi. Aniqlanish sohani olsalaringiz boshida oxiriga kelib javobini tekshirish nima emas? Shart emas. Lekin tengsizlikda aniqlanish sohani olmasang bo'lmaydi. Tenglamada olmasliging mumkin, lekin tengsizlikda любой время nima qilish kerak? Olish kerak. Undan ko'ra bittasida olib, bittasida olmasdan o'rganib ketib chalkashgandan ko'ra har ikkalasida ham nima qilgan yaxshi?
olgan yaxshi. Demak, men nima qilaman? O'z o'quvchilarimga qanaqa o'rgataman? Ya'ni modulda x minus 5 barobar 6 minus 2x bittalik modul-ku bu, to'g'rimi? Nima qilaman? Modul ichini birinchi 0 tenglayman. Sabab nimaga? Chunki ichkarini ishorasini bilsam men moduli oddiy qavsni nima qilib bilaman? Aylantirib bilaman. Tushunarli bo'ldi? Lekin ishora bu plus bilan minus, to'g'rimi? Minus plus. Ularni ajratib turadigan narsa nima bu? 0 mi? Shuning uchun ham o'rtadagi nimaga tenglayman? Modul ichidagini 0 tenglayman. X minus 5 teng 0. X teng nima chiqar ekan? 5. Demak, u 5 ta nechta o'ralga bo'linib ketadi? 2 taga. Mana birinchi joy, mana bu ikkinchi joy. Birinchi joyda x kichik yoki teng nima bo'ladi? 5 mi? Ya'ni 5 dan kichkina sonmi? Tushundingizmi? 5 dan kichkina son ixtiyoriy tanlang. Misol uchun 0. 0 dan mana bu yerga shartini yozay. Modulda x minus 5 barobar 6 minus 2x, to'g'rimi? 5 dan kichkina 0 qo'ysam, 0 dan 5 arsam ichkarida ishorasi nima bo'lar ekan? Minusmi? Agar men o'sha minusni modul oldiga tushirsam, modulim oddiy qavsga aylanadi. Minus oddiy qavsda x minus 5 barobar 6 minus 2x. Ana endi oddiy tenglama bo'ldim. Qavs ochib chiqaman. Minus x plus 5 barobar 6 minus 2x. X'lar bir tomonga, sonlar minus x joyini hech kimga bermaydi. 2x plus bo'lib o'tadi. 6 joyini hech kimga bermaydi. 5 undan orqaga o'tadi, minus bo'lib o'tadi. X barobar necha ekan? 1 degan javobim 5 dan kichkinami? Kichkina. Demak, men 1 nima qilib bilaman? Olib bilaman. Menda chiqqan javobim mana bu yerda 5 dan kichik dedim-ku, обязательно 5 dan nima bo'lishi kerak? Kichik bo'lishi kerak. Ikkinchisi, qaranglar, ikkinchi oralim bu 5 dan katta deganimi? X katta yoki teng 5. 5 dan katta. Tvilyonni qo'yinglar, mayli, farqi yo'q. Modulda x minus 5 barobar 6 minus 2x. Tvilyondan 5 ayirsam musbat son bo'ladimi, baribir? Ya'ni milliarddan 5 ayirsam baribir musbat-ku. Demak, ichkari plus ekan. Plusni nima qilaman? Oldiga tushirsam, ya'ni modul nimaga aylanadi? Oddiy qavsga. Plus oddiy qavsda x minus 5 deb yozsak ham bo'ladi. Sizlar tushunishlaringiz uchun shunaqa yozdim, lekin aslida plus yozish nima emas. Ya'ni bu yerda qavs ochsam x minus 5 ning o'zimi 6 minus 2x, yana 2x bu yoqqa o'tadi, 5 bu yoqqa 2x bu yoqqa o'tsam 3x bo'ladi. Barobar 5 ham plus bo'lib o'tadi 11. X barobar 11 taqsim 3. Ya'ni x barobar 3 butun 3 dan 2. 3 butun 3 dan 2 5 dan kattami? Yo'q. Nima qila olmayman? Ola olmayman. Lekin mana bu aniqlanish soha bo'yicha mabodoki olgan taqdirimda ham chiqqan javob 3 dan nima bo'lishi kerak? Kichkina. Kichkina. Mana bu 3 dan kichkinami? 3 dan kichkina sonmi bu? 3 butun 6 ketadi. 3 dan kattami? Demak, buni baribir nima qila olmayotganim? Ola olmas ekan. Tushunarli bo'ldi gapim. Men mana shu usulni o'rgataman. Chunki bu usul bitta modul bo'lsa ham tushadi. Ikkitalik modul bo'lsa ham tushadi. Uchtalik bo'lsa ham tushadi. Bitta usul liboy misolga nima qiladi? Tushadi, hattoki tengsizligiga. Sizlar bittalik modulda plus minus qilib ochib chiqaman deb o'rganganlaringiz yoki ikkitalik modul uchun ikkala tomon kvadratga ko'tarib yuboraman deb o'rgangansizlar, to'g'rimi? Har bitta misol uchun bittadan usul o'rganganmisizlar? Qaysi biri esda qolgan? Lekin bitta usulni hamma misol uchun qo'llasangchi. Javob 1 shunda. Javob nima chiqadi? Javob 1. Keyingisi 25. 2 ning x'inchisi ko'paygan 3 ning y'inchisi. Qaranglar, ana endi ikkita noma'lum bor. 2 ning x'inchisi ko'paygan 3 ning y'inchisi taqsim 3 ning x'inchisi ko'paygan 2 ning y'inchisi barobar ekan. Tak 24 taqsim 81. 24 taqsim 81 bo'lsa x minus y ni top degan. Bu yerda tenglamani hech demagan. Nimani top degan? X minus y. Men demak x minus y topishim uchun avval x minus y ni nima qilishim kerak bu yerda? Hosil qilishim kerakmi? Yaxshi. Avvalama undan oldin mana shu kasrni yo'qman qisqartirib yuboray. 8 taqsim necha bo'ladi? 3 ga qisqartirsam 8 taqsim 27 mi? 27 bo'ladi. Demak, qaranglar. Ikkiliklar alohida yozaman, uchliklar alohida. Chunki ikkilik bilan ikkilik birlashadi. Meni kepkam x da, yana meni kepkam y da. Men o'zimni kepkam boshqa bitta odam kepkasini birlashtirib bilamanmi? Yo'q. Demak, 2 ni x'inchisi taqsim yoki x'liklar birlashtirsam ham bo'lar ekan. 3 x'inchisi
ko'paygan 3 ning y-chisi taqsim 2 ning y-chisi. Birlashtira olmayman. Nu lekin bir xilligini qarsdan tashqariga nima qilsam bo'ladi? Olib chiqsam bo'ladi. Mana bu 2 taqsim 3 ning kubi, mana bu ham kubi bo'lib qoladimi? 8 im 2 ning 3-darajasi, 27 ham 3 ning nechinchi darajasi? 3-chisi. Qaranglar, ikkalasida bir xil x bormi? 2 taqsim 3 ning x-chisi ko'paygan 3 taqsim 2 ning y-chisi teng 2 taqsim 3 ning 3-chisi. Ammo mana bu yerda bunaqacha qisqartirib yubormanglar. Qisqartirish uchun bu yerda bitta qolish kerak. Bu yerda bitta. Tushunarli bo'ldi? Avvalambor bularni nima qilaman? Birlashtiraman. Qaranglar, 2 taqsim 3, 3 taqsim 2. Ha? Bularni birlashtirishim uchun mana bu man bo'lsam, bu ham man bo'lishim kerakmi? Bir xil bo'lish uchun aylantirishim kerak-a? Ana. Aylantirsam agar 2 ning 3-chisi, x-chisi ko'paygan 2 taqsim 3 joy noto'g'ri bo'lib qoldimi? Noto'g'riligini anglatish uchun tepaga nima qo'yaman? Minus y qo'yamanmi? Teng 2 taqsim 3 ning nimasi? Kubi. O'rta ko'paytirish bu ham meni kepgan, bu ham meni kepgan. Kepga nima qiladi? Qo'shiladimi? 2 taqsim 3 ning x plus mana o'rta plus bo'ladi. Plus bilan minus nima beradi? Minus y-chisi teng 2 taqsim 3 ning nimasi? Kubi. 2 taqsim 3 dan nima qiladi? Chunki bu yerda ham bitta qoldi, bu yerda ham bitta. X minus y teng nech chiqar ekan? 3. Mandan so'ragan narsasi x minus y dimi? Nech chiqar ekan uni javobi? Tushunarli bo'ldi. Shunchaki fikrlash kerak, tamom. Men bularni birlashtira olishim uchun ular avvalambor nima bo'lish kerak? Bir xil bo'lishi kerak. Qayeri bir xil bo'lishi kerak? Yoki darajasi, ya'ni kepkasi yoki o'zi. O'zini bitta qilaman desam, x dan y nima qilinadi? Kepkadan kepka bo'lish bo'lsa ayriladi. 2 darajasi x minus y, keyin 3 darajasi x minus y bo'ladi. X minus y yana qarsdan tashqariga olib chiqarsa, yana bir xil bo'lib qoladi. Tushunarli bo'ldi? Keyingisi 30-misol. Bexuz boshimizni olaman hozir. 1 taqsim 4 darajasida 4 minus x kvadrat taqsim 2. 1 taqsim 4 darajasida 4 minus x kvadrat taqsim 2 barobar 8 ning x-chisi. Ana endi qaranglar, 4 bilan 8 o'zi bir xil emas, to'g'rimi? 4 8 aylantirib ham bo'lmaydi. Lekin ikkalasini 2 ning darajasiga keltirsam bo'ladimi? Avvalambor bu yoqda kasr 1 taqsim 4, bu yoqda 8 o'zi. Demak, 4 ni tepaga chiqarishim kerakmi? Joyini o'zgartirsam darajaga nima qo'yamiz? Minus. Yaxshi. Ya'ni 4 o'zi bo'ladi. Tepaga minus chiqarsam minus 4 minus x kvadrat taqsim 2 bo'lib qoladimi? 8 ning x-chisi. Minusni tepaga ta'sir qildirsam x kvadrat oldi, plus 4 oldi nima bo'ladi? 4 bu 2 ning kvadrati. 2 ya'ni x kvadrat oldini yozaman. Joyini o'zgartirib yuboradi. X kvadrat minus 4 bo'ladimi? 8chi 2 ning 3-chisi x. Ana endi darajaga nima qiladi? Ko'payadi. Ko'paygan payt mana bu 2 bilan maxrajdagi qisqaradimi? 2 darajasi x kvadrat minus 4 barobar 2 darajasi 3x bo'ladimi? Bu ikkalasi bir-biriga ko'payib, endi ikkilar nima qilib ketadi? X kvadrat minus 4 barobar 3x. Bu qanday tenglama? Kvadrat borligi uchun kvadrat tenglamami? Kvadrat tenglamada har doim bitta tomon nima bo'lishi kerak? 0. Ya'ni 3x bu yoqqa o'tkazaman. X kvadratdan keyin обязательно x keladi. Ya'ni x kvadrat ayrilgan 3x ayrilgan 4 teng nima bo'lar ekan? 0. Bundan x teng shu dalil daruk usulidan foydalansa x1 teng 4 chiqadi. x2 teng tak minus 1 chiqadi. Tushunarli bo'ldi? Demak 4 va minus 1. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Kim tushunmadi? Yaxshi. Keyingisi tak bitta ana bu yo'q bo'ladi 30 ta. O'rtadan 19-misolni ham ko'raylik. Nima deysizlar? 19-misol. 30 ta misol uyga bo'ladi paka boshlanishiga. Qolganini ertaga nima qilamiz? Ko'ramiz. 0.125 ko'paygan 0.125 ko'paygan 4 darajasida 2x minus 3 barobar ilzosida 2 taqsim 8 ning minus x-chisi. Ilzosida 2 taqsim 8 ning minus x-chisi. Qaranglar 0.125 oldin oddiy kasra o'zgartirsam 125 taqsim 1000 bo'lib qoladimi? Ko'paygan. Mana bu 4 darajasida 2x minus 3 barobar. Ana endi qaranglar.
2 ni darajasi hech narsa yo'q degan 1 bor deganimi? Endi uni darajasini 2 marta nima qiladi? Kamaytiradimi? 2 ning 1 taqsim ikkinchisi, 8 chi 2 ning 3-chisimi? Qavs minus ikkinchisi. 125 bilan 125 o'zi ham qisqaradi. 1 taqsim 8 ko'paygan 4 ning 2x minus 3-chisi barobar 1 taqsim 2 dan 3'i ayiramanmi? Chunki meni ketgan yarimta edi. 3 ta yana berib yuboryapman, to'g'rimi? O'rta bo'lish bo'lgancha ayriladi. 2 ning minus 2,5-chisi bo'ladimi? Yarimdan 3 ayirsam minus 2 yarim. Darajasida minus x. Ikkita ana darajaga qavsi bo'lsa nima qiladi? Ko'payadimi? 1 taqsim 8. Bu joyda 2 bo'lgan uchun hammasini nechiga aylantiraman? 2 ga 2 ning kubi ko'paygan. Buni tepaga yoza qo'ylar 2 ning kvadratini qavs 4x minus 3-chisi barobar mana bu 2 ning 2,5 x-chisi bo'ladimi? Chunki minus ham minus nimani berib yuboradi? Plus tushunarli bo'ldi? Mana bu ikkalasi birlashib nima bo'lib ketadi? Plus bo'lib ketadi. Uni yozish nima emas? Shart emas. 2 darajasida mana bu ikkalasiga ham ko'payadi yana 8x minus 6 taqsim 2 ning kubi barobar 2 ning 2,5 x-chisi. Ana endi darajadan darajani o'rtasi bo'lish nima qilinadi? Ayriladimi? 2 daraja 8x minus 6 minus 3 barobar 2 darajasida 2,5 x. Endi 2 ga qisqartirib yuborsam 8x minus 9 barobar 2,5 x. 2,5 x bu yoqqa ayrish qilib o'tkazsam 5,5 x bo'ladimi? Barobar 9 bu yoqqa o'tkazsam 9. Tak, x barobar 9 taqsim 5 ya x barobar bitta 0 orqaga sursam bunga ham bitta 0 qo'shiladi. Yani 90 taqsim 55. 5 ga qisqartirsam x barobar 18 taqsim 11. Tushunarli bo'ldi-ya? Shunaqa javob bormi? Yo'q ekan, demak qayerdadir xato qildim. 4x minus 6. To'xtanglar. Mana bu 2x minus 3 nimadir 4x minus 3 deb yozib ketaman. Mana shu yerda xato bo'ladi. 2 ni 2 ga ko'paysam, keyin mana bu joy necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Mana bu joy ham 4 bo'ladi. 8 emas. 4. Shunda mana bu joy 1,5. Mana bu yer ham 1,5 bo'ladi. 90 taqsim 15 bo'ladi. Shunda 90 ni 15 ga bo'lsam necha chiqadi javob? 6. Javob necha chiqar ekan? 6. Tushunarli bo'ldi-ya? Hamma tushundimi? Shunchaki mana oddiy son kasr kelyapti va o'nlikasi oddiy kasrni nima qilish kerak? Aylantirish kerakki, hammasini asosini bir xil qilib birlashtirgandan keyin o'zi oddiy tenglamaga nima qilib qoladi? Aylanib qoladi. Davay, yozib oling.